Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetul muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena taqabbal minna inneke entes semî'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ahdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tariq müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men arsaltahu rabbil alemin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu kavli ve ba'd. Endi labz qism bo'lgan bo'ldi, mufrat yoki muallaq bo'lgan bo'ldi. Endi bu yerda mufratning barisi keldi. Mufrat ya kulli bo'ladi va ya juz'iy bo'ladi dedi. Ikki bo'ldi. Uning ma'nosiga qaraganda mufrat ya kulli bo'ladi yoki juz'iy bo'ladi. Kulli degan nima desa, kulli degan va huwa allazi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi an vuku' şirketi beyne kesirine. Kulli degan anda bir kulli ki yana. O kulli degan anda bir kulli ki çekilmeydi de o kullinin kulliga yoki o çekilmeydi o kullinin mefhumunu o'ylaganliginin o'zilamla ko'p narsaning arzu o'rtaqlikning yuz berishincha hargiz cheklab qo'ymaydi deydi. Ey la yamna'u mefhumuhu la min haysu huwa. Onuço o kullini elke mufrat olan kullini labzi mufrat ama manis kulli aşnunki mana cihetlamla yani mefhum cihette kulli olan ay kulli üzlü oylaşının uzılamına kılmaydı ortaklığının yüzbürüsünü çekilmeydi o dedi. Bel min haysu innehu mutasavvirun ala ma yupiduhu kaydun nefs. Yani belki o nefsgen kayıt payda vergen nesgi banaen o nimkuçudur bir cihetin o mutasavvarun tasavvur kılının uçudur. Bel min haysu innehu mutasavvarun ala ma yupiduhu kaydun nefs. Belki şu cihetin ki çukum o kulli tasavvur kılınıdır o kullini tasavvur qilishdir. Bir narsaga bananki foyda yetkazib o narsaning o'zini nafs degan gapni qayd qilish foyda yetkazganga binoan u qanday qilmaydi uning mafhumi o'quv shirkatdan ya'ni o'rtoqlikning yuz berishincha chek qo'ymaydi, chekilmaydi deydi. Ay la yamna'u tasawwuruhu fi zihni duna nazari ila itibarin akhara. Yani çekilmaydi o kullinin tasavvuru, zihnideki tasavvuru nazar qilmasdillamla başka bir itibarga, başka delil hariciyaga, itibarın aharagen delil hariciyaga nazar qilmasdin zihnidicho onun tasavvuru hergiz mani qilmaydi. Yani ortaklıknınki yüz berip qolishidan chekilmaydi yoki cheklanmaydi. Buni o'zim deymiz, mufrat al-kulli deymiz. Labz mufrat ama ucu mefhumi kulli. Vel muradu bi adami men'al iştiraki. Maksat bir yerde ortaklıkның çeklenmesliğiyle bu maksat imelse imkanu faradı sıdkı ala kesirine. Köp nesge o kullinin uygun kilişinin parazının mümkünlaştırışıydı. O kullinin çoğu köp nesge uygun kiliş maslışınki bunun ilki parazın ihtimallik bir parazının mümkünçiliğidir. Bunun özü ne dese bunun özü ortaklıkның çeklenmezliği degen bilen maksat aşu deydi. Adem-i men'il iştirakla muğam maksat imkanu faradı sıdqi ala kesirine. O kullinin köp nesige uygun kilişinin paraz kılışını mümkünlaştırıştır. Ne için? Liştirakihi fil vaki'i. O kullinin çoğu ortak boğalıqın cehdeden ameliyette. Vakide. Vela faradihi bil fi'li. O ilki ne diyor? Bil fi'l demez.
Uni faraz qilish bilpil faraz qilish emas. Uni bilpil faraz qilinsa, o uygun kelmayotgan bo'ladi. Masalan, bilfe'l va bilquvva degan bir gaplar bor mantiqda. Bilfe'l degan naq hozir reallikda shu vujudga chiqqanlik. Ama bilquvva degan u chiqish, uningki imkoniyati bor, quvvati bor. Ammo lekin u chiqmagan. Ammo hozir mumkin bo'lmagan. Masalan, Muhammad katib dedik. Ama şu derhal yazdı. Yazga vakti ko'rib turgan bo'lsak, o nima bo'ldi? Bilpil katib bo'lgan bo'ldi. O odam hamish yozib bo'ltirmaydi. Odamning kitobatdan boshqa nurg'un qildigan ishi bor. Gerçi mana naq hozirning o'zi odam yozmagan bo'lsa-mu, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib turgan bo'lsa-mu, uni Muhammadun katibun bil quvva deyish bo'ladi. Ammo bilpil deyish bo'lmaydi. Qachon bilpil bo'ladi? Ash qog'oz qalamning oldiga kelib, ash qog'oz qalamning ustiga qog'oz qalamni harakatlangan chog'da vaqt Muhammadun katibun bil fi'l bo'lgan bo'ladi. Demak, bu apparatningki o'rtaqlashishi mumkinchilikdan faraz qilish bo'ladi. Bil quvva, amma bil fi'l emas. Nima uchun deganda hatta tadkhulal kulliyatul faradiyatu. Hatta ba'zi faraz qilingan kullilarmi mushu kullining ichiga, mush ta'rifning ichiga kirgay uchun deydi. Bu ta'rif qaysi? Allazi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi an wuqu' shirkati bayna kasirina degan mush kulliyaning ta'rifning ichiga faraz qilingan ba'zi bir kulliyami kirsin uchun deydi. Qaysi faraz qilgan kulliya? Masalan, ba'zi kulliyalar bor, birmi fardi yo'q. Masalan, anqo dedik-da. Anqo bir qush deyli. O tarixda bir o'tgan yashagan bir qushmish, keyin bu yilqi odamlarga o yilqi tajovuz qilib, hujum qilib bu qilgandan keyin bu qush payg'ambarlarningki badduosi ushqab ketib, keyin bu munqar bo'lib ketgan deydigan bir ko'z qarash bor ekan. Xuddi hozir shunga o'xshash dinozaur degan hayvonmi munqar bo'lib ketgandek. Bu hozir bu bir kulli anqo desak, dinozaur deyli, shundoq bir kulli. Amaliyot hozir yo'q ekan, bo'lgan bo'lsa butun dinozaurni o'z ichiga oladi. Anqo desak, hozir bir reallikda birmi fardi yo'q, birmi a'zosi yo'q uning. Anqo degan qushning bir sim yo'q. Hammasi munqar bo'lib ketibdi. Ammo bizning zehni tasavvurimizcha uning ko'p bir anqo degan gap nurg'un o'rtaqninki, nurg'un ko'p anqoning ichida, orasida bu xil o'rtaqning yurishdan chekilmaydi bu anqo degan gapni o'zingiz zehnimda tasavvur qildik. Ammo o'xshash faraz qilgan kulliya bu. Amaliyoti bormi, uning vujudi bormi? Yo'q. Ammo bu faraz qilingan bir kulliya. Amaliyot bir fardi yo'q bo'lmasa. Bu bir kulli. Men o'xshash farazi kulliyami ta'rifatning ichiga kirsin uchun qanday qilindi degan yerda buningda nafs degan qayd qildi deydi. Ya'ni la yamna'u nafsu tasavvuri mafhumi degan yerdagi ta'rifatda nafsni qayd qilindi deydi. Masalan, sharikul bari la mumkin degan o'xshash kulliyani ta'rifni ichidami shumi? Masalan, la shay dedik. Bir narsa emas, la mumkin emas dedik. Bu mumkin emas. Voy bu jeq, hammasi mumkin emas bo'lsa, bu bir kulli bir narsa bo'ldi-da bu. Bu ko'p narsaning orasi o'rtaqni qabul qiladigan bir kulli paradiy bo'ldi bu. Bu bir kulli oldu. Yani mushunsiz kullimi, mush kullini ichiga kirsin uchun ta'rifatning o'zida nafs degan kalima qayd qilindi deydi. Va takhruja an ta'rifil juz'iyyi. Va juz'iyning ta'rifidan chiqib ketsin uchun. Va takhruja an ta'rifil juz'iyyi. Nima? Ash faraz qilingan kulliyalar.
O faraz qilgan kulliyalar, kullining tarifi kirsin uchun va juz'ining tarifiga kirsin uchun bu yerda nafs degan kalima qayd qilindi deydi. Agar bu chiqmasa, bu kulliyatul faradiyya kulliyani ichiga kirmasa yoki bu juz'ining tarifidanchu bu chiqib ketmasa, bu vaqtda kulli va juz'iy bu ikkilarning tarifi bir-birisiga qanday bo'lib qoladi? Qarma-qarshi bo'lib qoladi deydi. Jam'an va man'an qarma-qarshi bo'lib qoladi ki. Mau masalan, kulli o'zining apparatlarini o'z qo'yniga ololmay jami degan rolni yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Kullining tarifi jami bo'lishi kerak. O'zining apparatining hammasini shu nimasiga muarrabning ichiga ilish kerak. Yana masalan kullininki tarifning yana o'z qo'yniga ichiga ilish kerak. Birisimi o tarifning sirti qolib qolishi bo'lmaydi. Cüz'i onun tarifi mani bo'lishi kerakki, sirtdan hech qanday aloqasi bo'lmagan bir narsani kirgizmasi kerak. Shu yolg'iz bir partda bir narsadan cheklanib qolgan bo'ladi, ammo undan boshqasi hammani kirishnicha tarifning ichiga to'sish kerak. Mavo juz'ining tarifininki roli buti. Kullining tarifi jami bo'lish, juz'ining tarifi mani bo'lish. U vaqtda agar bu qanday qilinmasa, bu kullining tarifini ichiga bu kulliyatul faradiyya kiramasa yoki juz'iyni tarifidan chiqib ketamasa, bu kulli va juz'ining tarif bir-birisiga zid-zid bo'lib qoladi deydi. Va innama quyida al-mafhum bit-tasawwuri. Va cho'qim qayd qilingan mafhumni tasavvurlan. Tarifatda qayd qilingan. Çünkü لأن من الكليات ما يمنع الاشتراك بين كثيرين بالنظر إلى الدليل الخارجي. Çünkü kulliyetlerinin qatarından bir kulli vakit çekleydi bu kulli, ortaklıkın çekleydi köp nersin arasında delil harici nazar kançak oldu. Vacibul vücud Teala deyin kuşar. Vacibul vücud elbet şundak. Vacibul vücud, mümkinel vücud, mumtaniyel vücud deb üçge ayrılamda bundan. Hem bundan vacibul vücud Teala. Vücudu vacip boğuçe desek, bu mesela neminin qandaq narsini zadi vücudu vacip bo'lganda bo'lish qat'i zadi bo'lmaydiganda qandaq narsaning bo'lish qat'i vojibdi degan mushni birdan bir mush koinot olamidagi hamma narsani bir qata ashuni taftish qilib ashuni o'zini tahqiq tadqiq qilib ko'rib baqsaq al haq bu Alloh taolo deb to'xtaydi. Allohning vujudi vojib keldi. Enandan başkasının hemmisinin vücudu ya ki nime mümkünel vücut ya ki mumtaniyel vücut. Buluş mümkün ya bulması mümkün. Allah'tan başkasının hemmisin ki. Ama Allah Teala'nın vücudu katli vacip. Neye nispeten? Delil harici nispeten. Ya bazı aslı ki mumtaniyel vücut. Vücut fakat mümkün bulmaydıgan. Vücut bana şükürü de vacibel vücut. Mümkinel vücut, mumtaniyel vücut degan o'xshash. Endi bu mana delil xorijiy qarag'an chaqda qanday qiladi? Bu ko'p narsa orasiga o'rtoqlikni cheklab qo'ygan kulliyalar bor. Nima o'xshash? Shu vacibul vücut Taala o'xshash deydi. Chunki fa inna ad-dalil al-xorijiyya qata'a irqa sharikati anhu. Cho'qim sirtqi tashqi delil xorijiya yani afaqil alam yani şu atrafı alem yaki muşunun üze nime delil xorijiya afaqil alam dünyanınki etrafındaki her xil özgürüş her xil şu mahlukatla Allah Teala'nın kainat dünyası yaratып koygan şu mahlukatları şu delil emdi sırtqi delil bizning havas hamsi zahirniki ekrana tushadigan delil. Mushu delil
hakkati bitçit kis taşıvatıda o vacibel vücut Taala'dan ortakninki tomurne kanak taşıvatı bitçit kis taşıvatı. Demek ki hiç kandak birisi Allah Teala bu onun için ortaklaşamakını oku şirkette meni kıladıkken deydi. Şun bir yerde mefhum ne tarifatta? Mefhum ne kayıt kılış şu. Hariç demez, mefhumda bizim mefhum değil, bizim mefkurumuzda, bizim zihnimizde demekçi de. Ve emma bin nazari ila mucerredi tasavvurihi fela yemne'u an sıdkihi ala kesirine. Ama ande o külliyenin ki, kullinin fakat üzerine tasavvur kılkarsak şöyle. Ama kullinin mujarrad tasavvurga, kullinin tasavvurunun fakat üzgün kılıştan çoğudsa o köp narsa sağda kılıştan çekilmeydi. Mesela kün desek bu, şems desek bu, şundaklı kılan delil harici karsak, ya ki bunu şundaklı asman karapaksak, zaten birlamken, birlik çekilindiken bu. Ama çekiliş bu mümkün. Bu mümkünel vücut bu. Burunmay, bir ne sukası, o bozpulu verdi Allah Teala'ya nispeten. Ama lekin emniyet karapaksak çok, bunun birisi varken. Bu mümkünel vücut değil. Bunun vücudu mümkün. Ama bu emniyette bir. Lekin bu emniyetten hariç aldı. Emniyetten kat'i nazar. Bizim mefhum zihnimizdeki mücerrir tasavvurunun özü bu kündünce bir netçe ve bir netçüz bir netçe min buluşumu çekilmeydedir. Mücerrir tasavvur özü. Kullina tasavvurun mücerrir nazar kılışlanca köp nesli sağda kılışsın. Çek koymaydı, yani çekilmeydi o. Ve illa lem yahtecce في إثبات وحدانيته إلى دليل خارجي والاحتياج فيه إلى دليل مقرر. Eğer ondak çak koyduğu şüphesiz tuz koyuşçu, ay mücerrir tasavvurunun üzmü, şundak kallımızı mefkurumuzda, şundak oylaptık. Vacibel vücut nime? Mesela kün deptik, ya ki, bundan başka, ve illa eğer onu biz çekleydi dep kalsak muhtaç olmaydı o vacibel vücudun ki birligini ispatlaştıkça delil hariciga muhtaç bulmamıp kalıdı. O vacibel vücudun ki demek üzne şunda oyluğallığının öz ola delil harici nispeten köp nesil sadıklık çekilmeydi. Eğer çekildi karşı olsa fakat mücerrede vacibul vücudun üzün tasavvur kılışının öz olamla üzün kılan çekildi karşı olsa biz o zatını birliğini ispatlaşka sırtkı delilga nemi dep hacet düşürdü bizimki. Nemi dep muhtaç olamaz. Vakt muhtaç bulmagan bulattık. Vahalenki vacibel vücut Taala'nın ki birliğini ispatlaşka mevcut nimige birligini ispatlaşka delilge muhtaç buluvatımız. Ay delilge muhtaç boğallığının özü bunun mücerred tasavvurunun özü oku şirketi mani kılmaydıken fakat likillam oku şirketi mani kılga vakt kaçan kendisi onunla başka bir etibarla karsak başka bir delil harici kargan çağılda anandın gen köp nəsige sadık iliştin çekleydiğen kulliyeken bu degene düşündüğümüzde. Ve o vahdaniyetin çoğu yani vel ihtiyacı fihi ve o delil harici olan ihtiyaç gacı düşüngen bolattı. Bir tehimet ila delilin mukarririn onu takrir kıp puxtu bektikçe bir delil çoğu ihtiyaçga gacı düşüngen bolattı. فظهر أن العقل لم يمنع صدق مفهومه على كثيرين عند قطع النظر عن الدليل الخارجي. Aşkar oldu da hakikaten akıl çekilip koymadı da bu akıl aş vacibel vücudun ki mefhumunun sıdkını köp nesi
mefhumini aşınki nimisine mefhumunun rastlıqını çeklep koymada sirqi delilden bizden dikkat etibarımızı bizden çoğu fikrimizni qat'iy kesib bir taraf qilgan vaqtlarda o jiq narsaga uyg'un kelishini cheklab qo'ymaydi aql. Qachon cheklaydi? Faqat siz dalilga xorijiy nazar qanchaqda. Agar dalilga xorijdan cho'q qat'iy nazar, uningda nazarimizni soqit qilib turgan paytcha aqlimiz uni qabul qilaverdi. Hele degandek masalan hech vujudi bo'lmagan anqonimizdan necha yuz, necha mingni tasavvur qilib o'tishimiz mumkin. Va bir yil to'xtab qolgan mumkin vujud bo'lgan kun deyli. Bu kun amaliyotda bir sivo. Dalil xorijiga sirtqa atrofga olam qarasak faqat bir kunni cheklanadi bas. Agar mana shundoqligilam atrof qarasak, atrof qarmay, atrof olamga, osmon qarmay, bizlar shu zehnimizga qarasak, faqat likilam zehnimiz likilamla mujarrad tasavvur shu kundan necha yuz, necha mingni tasavvur qilish mumkin. Onun vücudu mümkün vücut. Ama ameliyatda boshqasi bormi degan yo'q shu bir dil cheklandi. Qachon u bir cheklandi? Qaysi vaqt isbotlandi desa dalil xorijiyga yoki mushu reallik dunyoga shundoq ko'z ichib qaragandilar. Birdan boshqasi bo'lmaganlikning o'zi buni vujudi mumkinkan amaliyat bu bir sivokan agar bo'lsa bo'laverdi ekan. Lekin apradi bir dil cheklangan kulya ekan bu deb mana deb qilamiz deydi. Mandaq tasavvur qilindi. Bu bir külliye demektir. Ve amma takyiduhu bin nefsi feli alla yetevehheme duhulu mefhumil vacibi fi haddil cüz'iyyi dedi. Hem de o tasavvurni kayıt kılışımız nefsilen mefhumu tasavvuri nefsihi degandek bir nimi var ya kayıt bayana tarifatta. Ay tasavvur ne? Nefslen kayıt kılış tarifatdaki nima uchun desa vojibning tushunchasininki juz'iyning ta'rifiga kirib qolmasin uchun juz'iyning ta'rifiga kirib qolmag'ay uchun nafs bilan qayd qilindi deydi. Ashun o'zini tasavvur qilmoqmiz huquq shirkatdan nimasini mani qilmay to'smaydi. Uni demak u bir amriy kulli bo'ldi demakchi deydi. Onaga o juz'iyning ta'rifiga yaqin ekanmaydi. Kirish u yoqda tursin, buningki mafhumi juz'iyning ta'rifiga yaqin ekanmaydi. Shundoq vojibning mafhumining kirishi juz'iyning ta'rifiga bir vahm yuksak qilmasin uchun ta'rifatda nafslar qayd qilindi. Va amma zikrul mafhum. Mafhumni zikrchi deydi. Aşağıdarak vakti sağlamdı bana. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.